Ko'pchilik aytadi, senga ba'zi bitta joyda ishlaysan, ishing oson dedi. Lekin mana shu ishni topgunimcha, mana shu ishga yetib kelgunimcha bo'lgan qiyinchiliklarimni faqat o'zim bilaman. Pravaga kimlardan qarz olib, uyimga pul jo'natmasdan ancha qiynalganman men prava olishda ham. Uyga jo'natmaganman, uyimdagilar kutgan, mayli ol, nima, pravangni ol, harakatingni qil degan. Lekin buni ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor bu sohada ham. Mana dajdavik qo'yib olganmiz, oyoqqa yomg'ir urib boryapti. Mana shunday o'tirish, buni ham o'ziga yarasha mashaqqati bor. Har bir ishda mashaqqat bor. Lekin shuni biling, hunarsiz inson hech qayerda kerak emas. Не только Rossiyada, даже o'zingizning yurtingizda. O'sha hunar o'rganing, harakat qiling. Bas keyin effektini keyin bilasiz. Oddiy bitta parcha qog'oz o'sha pravani olganimdan keyin men umuman hayotim o'zgardi desa ham bo'laveradi. Chunki spes texnikada baribir talab kuchli ekan.